oldin bizga murojaat qilgan oyoqdagi og'riqlar bilan, yoshlari 12 yoshda. Ayollarda tizzadan tirnoqqacha bo'lgan sohalarda kechki paytda harakat to'xtagandan keyin og'riq kuchayish kuzatilgan va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Poperechniy plaskostopiyalari bor, birinchi barmoq qiyshayisi bor, xaos valgus anaqasi bor, kasalligi bor, plaskostopiyaligi bor. Yana bir yo'li bu yoqqa devorga qaragan, devorga qaraganimizda aql payini ichki tomonga qiyshayganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yassi valgusli kundarang oyoq panja deyiladi. Hamda birinchi barmoq qiyshayshi, xaos valgusimizdan ham bor. Hozir bemorimizga tavsiyalar va tushuntirishlar olib boramiz. Plaskostopiya necha yoshda aniqlanadi? Ko'p hollarda o'zi kitoblarimizda 3 yoshdan keyin plaskostopiya deyiladi va davolanish boshlanadi. Ungacha bo'lgan davrlarda faqat LFK yig'i maxsus yordamida davo qilib tursak bo'ladi. Undan keyingisida o'sha maxsus oyoq kiyimlar, to'g'ri yurish, keyin har xil ortopedik doroshkalarda yurish orqali davolanadi.